Sahnelerge tüsledi Yıqnaga jon yerga tushdik bo'ydoqliging yaxshi edi Har kim bir safda turibdi bitta nafasda Mana shu baqir-chaqir qilayotganlarni ayrimlari sizdek qafasda Endi siz ham qafasda bo'ydoqligingiz yaxshi edi Uylandim deb unutvormang ko'ralarni Choyxona-yu yog'li palov ko'ralarni Endi tepib o'tmang paqir ko'ralarni Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin Qorong'uqam tushmayguncha imirlaydi Baqir-chaqir qilib do'stlaringiz ketmaydi Bugun nima bo'ladi Chimildiqning pardalari qimirlaydi Chimildiqning pardalari qimirlaydi Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin Otajonim kunduzsiz ham qiynotasiz Kuyov bola uxlab qolsa uyg'otasiz Otajonim kunduzsiz ham qiynotasiz Otajonim uxlab qolsa uyg'otasiz Yelkangizda nabiralar o'ynotasiz Yelkangizda nabiralar o'ynotasiz Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin Kuyov jo'ralari nomidan ham bugungi baxt visol oqshomlari bilan chindan samimiy muborakbod etamiz. Tabrik so'zlar bo'lsa, marhamat. Unday bo'lsa, biz kuyov jo'ralar nomidan kuyov to'ramizni baxt visol oqshomlari bilan chindan samimiy muborakbod etamiz. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shiq qarasin, farzandlari ko'p bo'lsin, bugungi baxt visol oqshomlari muborak bo'lsin deymiz. Ayni fursatda marhamat kelin-kuyovlarimiz uchun ajratilgan mana tort kesish marosimiga chorlab qolamiz, birgalikda o'tkazib olamiz. Undan keyin esa yana chiroyli kuy qo'shiqlar sizlar uchun taqdim etiladi. Marhamat, kelin-kuyovlarimizning yonlariga ularning ota-onalarini ham taklif etmoqchimiz. Marhamat, Aktamxon aka, Farida opamiz, Rustam aka, Nargiza opa, farzandlaringiz yoniga chorlaymiz sizlarni. Sever babayı seni soğukta
Voy qizlarga tus edi. Akajon yerga tushdik, bo'ydoqliging yaxshi edi. Bir kim bir safda turibdi bitta nafasda. Mana shu baqir-chaqir qilayotganlarni ayrimlari sizdek qafasda. Endi siz ham qafasda bo'ydoqligingiz yaxshi edi. Uylandim deb unutvormang to'ralarni. To'yxona-yu yo'qli palov ko'ralarni. Endi tepib o'tmang faqir to'ralarni. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Dostlar uchun mahallamning soylarida, qulluq bo'lsin har bo'ydoqning gullarida. Dostlar uchun mahallamning soylarida, qulluq bo'lsin har bo'ydoqning gullarida. Qilaylik o'g'lingizni to'ylarida, qilaylik o'g'lingizni to'ylarida. Qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin. Qorong'u ham tushmayguncha imirlaydi. Baqir-chaqir qilib do'stlaringiz ketmaydi. Bugungi nima bo'ladi? Chimildiqning pardalari qimirlaydi. Chimildiqning pardalari qimirlaydi. Qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin. Otajonim siz ham qiynotasiz, kuyovlar uxlab qolsa uyg'otasiz. Otajonim siz ham qiynotasiz, otajonim uxlab qolsa uyg'otasiz. Yelkangizda nabiralar o'ynotasiz, yelkangizda nabiralar o'ynotasiz. Qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyovlar, qulluq bo'lsin. Qo'shilamiz, qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Biz mana shu hamkasbimiz Hamrohonni bugungi baxt ayyomi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Barcha hamkasblar nomidan, kollektiv nomidan, ishxona nomidan. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtingiz o'zingizga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Eng yomon kuningiz mana shunday bo'lsin. Doim yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda, ma'rakalarda uchrash nasib qilsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat, chiroyli tilak, niyat uchun, lekin kollektivni qarshisiga eshitilmadi nimagadir? Rahmat, sog' bo'linglar. Azizlar, tabriklarda davom etamiz. Ayni fursatda yonimizga kelinimizni ayajonlari Nargiza opamizni bir daqiqa taklif etmoqchimiz. Marhamat. Kelinimiz Latofatoyni dunyoga keltirgan, voyaga yetkazgan ayajonlari Nargiza opa. Mana shu davrada bo'lsalar kerak. Nargiza opa, keling, yaqinroq bir daqiqa sizni yana bezovta qilamiz. Keling ayajonimiz.
Ayni fursatda albatta Nargiza ayajonimizni farzandlari, ya'ni kim? Kelinimizning ukalari Samirjon tabriklamoqchi. Shuning uchun ayajon bir daqiqa kelasiz yana. Muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Yuqorida albatta chiroyli tilaklarni ota-onalarga yo'lladik. Albatta farda ham aytganidek, Latofatoy men uchun kelin emas, qiz. Moylayman, mana o'g'lim ham xudojolarimiz uchun kuyov emas, o'g'il bo'lsin. Biz uchun bitta narsa kerak. Shu farzandlarimiz sog' salomat bo'lsa, shuni o'zi biz uchun eng katta baxtlidir. Marhamat. Kelinimizning ukalari Samirjon. Xudoyimdan keyin sizga sig'indim, ikkinchi ka'bamsiz bosgan izlaringiz. Dard cheksam so'zlaringiz bilan ovondim. Azizam, munisam, qalbim bahori, onaginam mening. Onaizorim to'y munosabati bilan farzandingizni ham sizga atalgan sovg'asini birgalikda taqdim etamiz. Marhamat. Onajonlarimiz omon bo'lsin. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Ikki dilning istagi o'shalgan kundir bu kun, ikki irmoq dengizga qo'shilgan kundir bu kun. Baxtdan labda tabassum, sevishdan ko'ngillar shod, sevishganlar murodga yetishgan kundir bu kun. Kuyovlik taxti muborak bo'lsin, kelinlik baxti muborak bo'lsin. Ayni fursatda kelin poshamizni davramizga taklif etmoqchimiz. Latofatoy, bir daqiqa kelasiz, albatta esdalik uchun oilaviy suratga tushadi. Undan keyin esa to'y sohibining talab va istaklariga binoan kelin poshshamizdan tashrifimiz chiroyli kelin salomlar qilishadi. Albatta ota-bobolarimizdan qolib kelgan urf-u odatlardan biri kelin poshsha ilk bora qadam qo'yar ekan, chiroyli kelin salomlarni qaynota, qaynonajonga qo'llari duoda bo'lgan piru badavlat onajonimizga
xolayu ammajonlarga barchalarga yo'llaydi. Kelin poshsha, latofatoy, keling. Kelin yengalarimizdan iltimos qilamiz. Kelin poshshamizni mana shu yerga kelishlariga yordam berishlarini so'raymiz. Marhamat qilasiz, kelin poshshamiz, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugun sizni Allohim kelinlik unvonlari bilan nasib ro'za aylagan ekan. Niyatimiz shuki, kelasi yilda onalik unvonlarini bersin sizga. Kuyov to'ramiz Hamroxon, sizga esa Allohim bugun kuyovlik unvonlarini berdi. Kelasi yilda otalik unvonlarini o'zi bersin deymiz. Albatta Farida opamiz niyat etgan ekanlar, havas qilgan ekanlar. Kelin tushirsam, kelin salomlar bilan Xudo xolasa to'yimni o'tkazaman degan ekanlar. Qo'ldan kelgancha baholi qudrat aytib berishga harakat qilamiz. Kelin poshshamiz bilan birgalikda kelin salomlarimizni amalga oshiramiz. Davradagi kamalimiz azizlarimiz, bolajonlarimizdan iltimos qilamiz. Video studiyadagi yigitlarimizga xalaqit bermasdan marhamat qilasiz, kelin poshshamiz, keling mana yorimizga, keling bu tomonimizga. Mana shu yerda tursangiz ham mayli.